qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Amerika Kengash palata a'zolaridan Bob Menendez va Marco Rubio yana bir qonun loyihasini o'tirg'a qo'ydi. Davlat qonuni taftishning 8 avgustdagi xabariga qaraganda 2022 yil 2 avgust kuni Amerika Kengash palata a'zolaridan Bob Menendez va Marco Rubio 2020 yildagi Uyg'ur inson haqlari siyosati qonuni doirasida jazo yurgiziladigan kishilar kategoriyasini kengaytiradigan qonun majburiy emgakni qo'llovchilarni jazolash qonunini o'tirg'a qo'ydi. Şu an insan haqlari siyosati qonunining ro'yi bo'yicha inson haqlari dafsanchiligi bilan shug'ullangan belgilik inson va qurilishlarga prezidentning tasdiqi bo'yicha jazo yurgizilmoqda. Bu qonun loyihasi Uyg'ur inson haqlari siyosati qonunidagi qasddan muhim mol, texnika, xizmat ta'minoti bilan shug'ullangan har bir kishi, chet elliklar va Uyg'ur inson haqlari qonunining har qanday bir turiga munosabatli muhim ishlar bilan shug'ullangan har bir chet elliklarga qarata doirasini kengaytirdi. Agar ma'qullansa, Uyg'ur inson haqlari siyosati qonuniga o'zgartirish kirgizilgan hamon ijro qilinadi. Bo'libmi qonunlashdan burungi va keyingi tarqatilgan dokladlarni o'z ichiga olgan inson haqlari siyosati qonunining bu belgilamalari bo'yicha tuzilgan barliq dokladlarga qarata ijro qilinadi. Bu ramka kishilik huquqni dafsanda qilish yoki chirigilikka chetishliq kishilarni jazolashni nishon qilingan 13818 nomerlik ma'muriy buyruqda huquq berilgan ikkinchi qitimliq jazo bilan parallel bo'lib, eng diqqat qilishga arziydigani Rubio Menendez taklifi hozirgi ijroiya ramkasiga kirgizilmagan bir ilmiy talabni o'z ichiga oladi. Ilmiy talabning isbot o'lchami boshqa chet el mablag'ini kontrol qilish ishxonasi bilan o'xshash bo'ladi. Qisqasi, organning maxfiy mas'ulining bilib turib harakat qilganligini isbotlaydigan aqlga uyg'un asosi bo'lishi kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu talabning ta'siri alohida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Menendez Rubio taklifi bo'yicha Uyg'ur inson haqlari siyosati qonuniga kirgizish kerak bo'lgan tuzatishlar mazmundagi aniqsizlikni hal qilish uchun lozim bo'lgan diqqat bilan nizom qo'yish, sanoat kirgizishi bo'lmayla qonunlashgandan keyin ijro qilinadigan bo'lg'achqa bu shartning natijasi muhim bo'lishi mumkin. Taklif xatarlik, kutilmagan normalsiz oqibatlarga duchor bo'lishi mumkin. Bu mazmun parlament a'zolarining atalmish Shinjongdagi majburiy emgakka chetishliq ayblashlariga va atalmish Shinjongga tutishadigan ta'minlash zanjirini umidsizlantirishga davomli ahamiyat berganligini aks ettirdi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Twitter'dan buningga inkos qaytirib, Amerika Kengash palata a'zolaridan Marco Rubio va Bob Menendezning majburiy emgakni qo'llovchilarni jazolash qonun loyihasini o'tirib qo'yganligini tabriklaymiz. Biz Amerika parlamentining barliq a'zolarining bu xalqiliq ikki partiya qonun loyihasini qo'llashini talab qilamiz. Sharq Turkistonni qo'llaganinglarga rahmat dedi. Türk ve Xitoy savdo dunyosi uchrashdi. Turkiyada chiqadigan bek para, ya'ni cho'ng pul torining 7 avgustdagi xabariga qaraganda, Turkiya Xitoy bosh elchixonasi sohibxonlik qilgan Xitoy sanoat va tijorat bankasining Turkiya qaramog'idagi Xitoy sanoat va tijorat bankasi Turkiya Xitoy iqtisodiy munosabatiga aloqador İstanbul Xitoy savdogarlar va sanoatchilar jamiyatining qo'llashi bilan uyushtirilgan bir balvoq bir yo'l pul muomala hamkorlik munbiri İstanbulda o'tkazildi. Yig'inda energiya, texnika, pul muomala, ma'rif qatorliqlar muzokara qilingan nutqlar so'zlandi va danglik shaxslar kutib olindi. Xitoy va Turkiyadagi danglik shirkatlarning vakillari, shundaqla Turkiya pul muomala, sanoat va savdo sohalari, ilm sohasidagi danglik shaxslarni o'z ichiga olgan taxminan 150 nafar kishi qatnashdi. Prezident Maliya ishxonasining muavin raisi Najib Fazil Qaymoq Turkiya bo'lish suhbatimiz bilan bir balvoq bir yo'l qurilishi turi bo'yicha pul muomalada bir gavdalash nishoniga asosan biz İstanbul pul muomala markazining nurg'un chet el va xalqaro pul muomala organlariga sohibxonlik qilishi va Yevropa bilan Osiyoning yer shari pul muomala markaziga aylanishini nishonladik. İstanbul pul muomala markazining ulug' qismida qatlım moliya va pul muomala texnikasining sohalaridan iborat ikki qiziq nuqta bor. İki taraflik pul muomala munosabatimizning yangi bir baldoqqa ko'tarilganligiga ishonchimiz komil degan. Xitoy Xalq Cumhuriyatining iqtisod va savdo ministri, Anqara elchixonasining maslahatchisi Liu Yuhua, biz yaqinqi 51 yilda Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi do'stlikning kundan-kunga kuchayganligidan faxrlanamiz degan. Mudiriyat raisi Gao Shangyang Turkiya bilan Xitoy o'rtasida texnik kuchlik savdo, iqtisodiy va kultural munosabat o'rnatishni asos qilamiz. Hamda kelgusi bir necha yilda asosliq tur mablag'i nishonimiz bilan bu ikki davlatning iqtisodiy munosabatini kuchaytirishni maqsad qilamiz degan. Baş ministerimiz Salih Xudoyor Efendi iqtisod siyosatining yo'nalishini belgilaydi.
Türkiye Xitayga iqtisodiy jihatdan yiqilishib qolmay, siyosiy jihatdan texmi yaqinlashdi. Türkiye Xitay istihbaratining Sharq Turkiston diasporasi va tashkilotlariga yo'shirin ta'sir ko'rsatishiga va kontrol qilishiga yordam qilmoqda dedi. Aral dövləti Tayvanның baş elçisi Xitayның Amerika Avon Palatasining başlığı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyarətindən kirzis payda qilishqa uringanligini aytdi. Fox xabarlarining 7 avgustdagi xabariga qaraganda, Tayvanның Amerika vakili Xiao Bihim millat bilan yuzlash programmasining ziyoratini qabul qilib, amaliyat shuki qurultayning Tayvan ziyarati necha 10 yil davomlashgan bo'lsa-mu, necha 10 yildan buyon Xitoy bilan Amerikaning o'zaro manfaat yetkazish temasida munozara qilishni to'sib qola olmadi. Mən Amerika Aqsarayının bir qism bayanları və başqa təhlilçilərinin 10 yil davamlaşqan əməliyyatdan Xitayның kirzis payda qılmaqçı boluyotqanlığıdakı yakuniga bayanları və başqa təhlillərə qoşulman dedi. Xitay 5 avgust Pelosi'nin aldınqı hafta qılğan ziyarətiga javoban Amerika bilan mühim məsələlər toğrusida planlanğan barlıq müzakirələrini vaqtincha to'xtatadiganligini e'lon qildi. Beijing ko'p qatim ig'vogarchilikda chang turdi. Amerikalik Xitay İctimai Fənlər Akademiyası Liu Xiang mas'ullar klimat o'zgarishi, zərərlik chekimlik turi və hərbiy hərəkət qatarlıq məzmunlarda muzokiralashishni planlagan. Xitoyning bularni amaldan qoldirishi Xitoy Amerikaga ochiq ziyon selishni hargiz qabul qilmaydiganligidek aniq bir signal avatdi dedi. Xitoy hokimiyat beshidagi partiya qo'llagan Yer shari vaqt gezitining sobiq tahriri hatto kurashchi aeroplanlarning Nancy Pelosi'ning aeroplanini etib tushirishini tavsiya qilgan. Xiao'ning aytishicha, Nancy Pelosi Tayvanga berishdan xeyli burunla Xitoy tayyorlik qilib 63 aeroplan va 13 urush paraxodini o'z ichiga olgan harbiy qismlarini o'rinlashtirdi. Ularning bu manevrlar orqali qilayotganlari bir qism muhim havo va dengiz savdo yo'llariga xatar elib kelish yoshirin kuchiga ega bo'lib, hatto Xitoyning savdo qila oladigan muqim muhit ichidagi manfaatiga ziyon soladi ekan. Amerikaning Birleşken Devletler Teşkilatı'da turuşluq sobiq baş elchisi Nikki Haley yakshanba kuni Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilganda, Xitoy o'z xalqini bo'zaq qilganga o'xshash bizni bo'zaq qilmoqchi bo'lyotidi. Xi Jinping o'zining kuchini ko'rsatishni xohlaydi, shunga u Tayvanni bo'zaq qildi. U urush bo'lganligini ko'rsatmoqchi, qo'rqitmoqchi bo'lyotidi. Amerika bu qo'rqitishga javob bermasligi kerak. Biz hamisha urushning oldini olishga ahamiyat berishimiz kerak dedi. Özümüzge ega chiqmasak va ko'ngil bo'lmasak, hech kim bizga parvo qilmaydi. Hammamiz o'z iqtidorimiz va kollektiv millat bo'lish sifatimiz bilan vatanimizni ishg'olchidan qutuldirish uchun, shundaqla mustaqilligimizni asliga keltirish uchun izchil harakat qilishimiz kerak. Bizdan o'lgida qo'rqayotgan dushmandan biz aslo qo'rqmasligimiz kerak. Biz cho'qim jasur bo'lishimiz kerak va paytni chang tutib, ishg'olchi Xitoyga qarshi izchil kurash qilishimiz kerak. Biz dunyoga shuni qayta ta'kidlashimiz kerakki, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bizning bir millat sifatida mavjud bo'lib turishimizning birdan-bir yo'li. Allohning yordami bilan ajdodlarimizdek biz bu tarixiy dushmanni yengib, vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, milliy izzat hurmatimizni, milliy vijdonimizni va milliy mustaqilligimizni asliga keltiramiz. Biz buningga ishonishimiz kerak va umidsizlanmay, armay talmay imkon qadar kurash qilishimiz kerak. Biz cho'qim qutulamiz. Sharq Turkiston qaytadan mustaqil bo'ladi. Yaşasın Şərq Türkistan. Salih Xudoyer. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni kögnələr üçün köp rəhmət. Kelər qıtımqı proqramımız görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.